Hop, assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zi shu bir to'tiqush olishga ancha ishqiboz bo'lib yurdim. Shu Aleksandrskiy nomli to'tiqushga ancha mehrim tushib qolgan edi. Bir polaponini oldik, yaxshi niyat bilan bir gapirib qo'lga o'rgatish ma'nosida. Hozircha ko'p turganinglarda hali polapon kashida ovqatlanadi. Hozir kashida ham ovqat berganimizni ko'rsatib o'tamiz. Lekin hali nom bermadik. Nima nom berishga ham hozircha bosh qotyapti. Agar nimada takliflar bo'lsa, qanaqadir kommentlarida yozib ketsanglar ham yaxshi bo'lardi. Hali nom topishim bir qiyin ekan, har bir nomga kelyapti. Hali sulton, chiki, ko'p ish qilib hali bir to'xtamga kela olmadik hali. Shunga shu sekin-sekin katta qilamiz endi. Jarayonlarni yana bir qo'yib boraman. Katta bo'lish jarayonini. Bular o'rtacha 50-60 yil umr ko'rarkan, yaxshi boqib, yaxshi qaralsa 50-60 yil davomida umr ko'rarkan.